Hozir esa o'rnimizdan turamiz va ajoyib qo'shiq sadolari ostida fitness mashqlarini bajarib olamiz. Kelishdik. Boshladik. Marhamat. Salom barchaga, men Gulandom va bugun biz qizlar bilan birgalikda sizlarga ajoyib bir raqsni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bizga hamroh bo'ling, birga raqsga tushamiz. Ba'zi bir murakkab harakatlarni sizga sekin-astalik bilan ko'rsatib o'taman, siz uchun tushunarli va yengil bo'lishi uchun. Boshladik. Birinchi harakatimiz yelka harakatlari bo'lib, uni bajara olasiz. Mana yelka bilan doira shaklida aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oyoqlar esa musiqa ritmiga mos ravishda harakatlanadi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Navbatdagi harakat o'ng oyoq bilan 2 marta yonga, 2 marta chapga, o'ngga, chapga, o'ng oyoq oldinga, orqaga, chap oyoq oldinga, orqaga. Qaytaramiz. O'ngga, chapga, o'ng oyoq, chap oyoq, o'ngga, chap, o'ng oyoq, chap oyoq. Qo'llar esa o'ngga, chap qo'llar, ikkita qo'limiz chapga musht bilan, keyin chapga, o'ngga musht bilan o'tkazamiz, o'ngga va chapga. 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 krest holatini olamiz. 3 4 o'ng, chap. Yana bir marta. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Qo'l, chap, oldinga va orqaga. Oyoq bilan birlashtiramiz. 1 2 3 4. O'ng oyoq va chap oyoq. O'ngga, chapga, o'ng oyoq, barakalla. O'ngga, chapga, o'ng oyoq, chap oyoq. O'ngga, chapga, o'ngga, chapga. Keyingi harakatimiz avvalgi raqslarimizda to'xtalib o'tganman. O'ylaymanki, sizga bu qiyinchilik tug'dirmaydi. O'ng oyoq bilan o'ng, chap, o'ngga. Endi esa bitta doira bo'lib aylanamiz va xuddi shu holatda qotamiz. 1 2 3 va 1 2 3 chapga. Ketdik yana bir marta. O'ng, chap, o'ngga. 1 2 3 1 2 3. Qo'llar erkin holatda. Yana bir marta. 1 2 3 4. O'ngga, chapga. O'ng, chap, o'ngga, o'ngga, chapga. Ikkinchi marta qaytarilayotganda o'ngga 1 qadam o'ngga, 1 2 qo'llar tepaga, 3 4. Tushunarlimi? Yana bir marta. 1 2 3 4 o'ngga, 3 4. Tushunarli bo'ldi. Keyingi harakatimiz to'lqinsimon. O'ngga, chapga, o'ngga, chapga, to'xtadik. O'ng, chap, to'xtadik. O'ng, chap, to'xtadik. O'ng, chap, to'xtadik. Yana bir marta. Chapga to'xtadik. O'ng, chap, to'xtadik. Agar mashqlarimiz sizga tushunarli bo'lsa, raqsga tushishni boshlaymiz. Qo'limizni yonga qo'yib, yelkamiz bilan harakatni boshlaymiz.